Tayvan parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb to'nigan. Ma'lum bo'lishicha, Tayvan parlamentining qarori Uyg'ur lager shoidi Mehrgul Tursunning lagerdagi kechmishlari ostida yozilgan Bars kelmas yer nomli kitob Tayvanda Xitoychaga tarjima qilinib nashr qilingan bir vaqtda ma'qullangan. Tayvan parlamenti Kishilik huquq komitetining raisi Wang Dongyu 30 dekabr bu kitobning nashr qilinish munosabati bilan axborot yig'ini o'tkazib, Tayvan parlamentining qarorini e'lon qilgan. Yig'inga Tayvan qonun chiqarish mahkamasining har qaysi partiyadan bo'lgan a'zolari 1989-yildagi o'quvchilar harakatining rahbari O'rkash Davlat, Tayvan Sharqi Turkiston jamiyatining raisi qatorliqlar qatnashgan. Amerikadagi lager shoidi Mehrgul Tursun xonim yig'inga sin orqali qatnashgan. Ma'lum bo'lishicha, 15 nafar parlament a'zosi tomonidan o'tirib qo'yilgan bu loyiha 27 dekabr parlamentda birdek ma'qullangan. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu Xitoyning 5 yildan buyon Turkiya hayitining Sharqi Turkistonga berishga yo'l qo'ymaganligini aytdi. Chavusho'g'lu Turkiyaning Xitoy bilan ochiq hamkorlik o'rnatishni xohlaydiganligini, lekin Xitoyning hozirgacha Turkiya hayitining Sharqi Turkistonni ziyorat qilishga yo'l qo'ymaganligini ta'kidlab mundaq dedi. Bosh elchimiz texi u yerga bormadi. Ular buningga yo'l qo'ymaydi yoki bizning o'rlashtirishimizga bo'ysunishlar deydi. Biz nimishqa Xitoyning tashviqot quroli bo'lishimiz kerak? Ular Turkiyadan vakillar o'miga elib tekshirsin dedi. Xi Jinpingning buni o'tirg'i qo'yganiga 5 yil bo'ldi. Nima uchun 5 yildan buyon bu vakillar o'migining berishiga yo'l qo'ymaysizlar? Nimishqa hamkorlashmaysa? Biz hamkorlashishni xohlaymiz. Biz bu masalalarni siyosiy masala deb qaramaymiz. Biz Xitoyga butunlay qarshi emas. Biz izchil bir Xitoy siyosatini qo'llaymiz dedik. Xitoy o'zining Amerikada turishlik bosh elchisi Xi Jinpingning ishonchli odami bo'lgan Chingani tashqi ishlar ministri qilib tayinlagan. Xabarlarda aytilishicha, hozirgi tashqi ishlar ministri 69 yoshli Wang Yining bu yil oktyabrdagi Xitoy Kompartiyasining qurultayida siyosiy byuro a'zoligiga o'stirilganligi, uning Xitoy tashqi siyosatida texmi cho'ng rol o'ynashi mumkinligi bildirildi. Egilinishicha, 56 yoshli Chingang Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi qatorliq vazifalarni o'tagan. Amerika, Italiya, Ispaniya va Yaponiya qatorliq davlatlarga ergishib, Angliya va Xitoydan kelgan kishilarga Xitoy virusi siniq talabi qo'ydi. Angliya Sog'liqni ministrligining bayonotida bu qarorning 5 noyabrdan boshlab yo'lga qo'yilganligi, Xitoydan bu davlatga kelgan yo'lovchilarning sayohatdan 2 kun burun COVID siniqi elib berib, passiv siniq natijasini ko'rsatish kerakligi o'tirg'i qo'yilgan. Ukraina urushi keskinlashgan bir paytda 30 dekabr Xitoy rahbari Xi Jinping bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ekran suhbati o'tkazib, ikki taraf munosabatini texmi cho'nqurlashtirishga va'dalashgan. Putin Rossiya va Xitoyning harbiy hamkorligini kuchaytirganligini bildirgan.